Bilaman, pirog pishirishni bilasiz, lekin bittada 3 xil pirog pishirishdi-chi. Keling tayyorlaymiz. 6 dona tuxum va 2,5 stakan shakar kerak bo'ladi. Mikserda bir 5 minutla aralashtirsak yetadi. Xona haroratida erigan 500-600 gram margarin kerak bo'ladi yoki sariyog'. Margarin solgandan keyin 5 minut aylantirib olamiz. Keyin razrixletil vanilin va un. Unni ko'proq solmaymiz, oz-ozdan solamiz, chunki xamir yumshoq bo'lishi kerak. Qizlar umumiy hisobda 2,5-3 kosa un ketadi. Qizlar unda oz-ozdan solib, yumshoqqina xamir tayyorlab olamiz va uni 6 bo'lakka bo'lib olamiz. 3 ta katta, 3 ta kichkina bo'lishi kerak. Tayyor zuvalalarni strech paketga o'rab olamiz. 3 ta kichkina xamirni morozilnikka, 3 tasini xolodilnikka solib qo'yamiz. Endi tvorojniy pirogni nachinkasini tayyorlaymiz. 1 kilogramm tvorog, 2 dona tuxum, 1 piyola shakar. Chopeda bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Xohlagan qolipdan foydalansangiz bo'ladi. Qolipga margarin suramiz va xolodilnikda turgan xamirni olib, xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib qo'lda yoyib olamiz. Chetiga bortik chiqarishimiz kerak. Tvorogli nachinkani solib, tekislab chiqamiz. Har biringizga mehrim cheksiz degani bu. Endi morozilnikda turgan kichkina xamirni olib, tyorkadan o'tkazib chiqamiz. Hamma yog'iga bir tekisda yoyilishi kerak. 180 gradusda 30-40 minutda pishib chiqadi. Tvorogli pirog pishguncha malinali pirog tayyorlaymiz endi. Nachinkasiga 1,5 kilogramm malina и 2 dona banan kerak bo'ladi. 5 osh qoshig'ida shakar solsanglar yetadi. Shirali bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. 2 dona bananni xuddi shunaqangi qilib listga birinchi sloy qilib terib chiqamiz, keyin malinani terib olamiz. Morozilnikdan muzlagan xamirni olib, xuddi shunaqa tyorkadan o'tkazib chiqamiz. Bir xil yoyilish kerak. Skоворodkaga ozgina sariyog' solib, olmalarni xuddi shunaqa uzunchoq, shunaqa ko'rinishida kesib olib, 4 qoshiq shakari yetadi. Yaxshilab aralashtirib, bir 5-6 minut gazda qoldirsak yetadi. Olmali nachinkamizni ham solib olamiz. Morozilnikda turgan xamirni tyorkadan o'tkazib olamiz bir tekislikda. 30-40 minutga duxovkaga jo'natamiz, pishib chiqadi. Mana iziniz uchala pirog ham pishib chiqdi. Qizlar yig'in qilganda, tug'ilgan kunlarda oilaviy shirinlik qilmoqchi bo'lganingizda tayyorlab ko'ring. Mazasi juda ham shirin, yumshoqqina bo'lib pishadi. Retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r retseptlarni joylab boraman kanalimga.